Ha? O'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum oyijon. Alaykum assalom. Ukangnikiga borib keldim. Nabiralarim biram sog'inibman ha. Oyi. U uylanayotgan ekan. Eshitdim. Axir ajrashganiga 3 yil bo'ldi. Erkak kishi yolg'iz yasholmaydi. Men yashayapman-ku. Yashayver. Senga shunaqa yoqadi-ku. O'zing tanlagan hayot. Mana ukang ham oilasini olib chiqib ketdi. Endi mazza qilib yashayver. O'zing tanlagan hayot-ku bu. Men haydaganim yo'q. Uni anu ilon xotini olib chiqib ketdi. Ha, endi kunda janjal qilganingdan keyin nima qiladi? Olib chiqib ketadi-da.